PUBG Mobile'ga Brainrot WoW kartalari qo'shilishi munosabati bilan o'yinga 3 ta yangi dastajeniya qo'shildi. Bu videoda esa bu dastajeniyalarni qanday qilib bajarish kerakligini to'liq o'rgatib o'taman. Birinchi navbatda WoW kartalar bo'limiga o'tganimizdan so'ng bizga Brainrot Battle va Brainrot Royalni ko'rsatadi. Biz bu yerdan Brainrot Royalni tanlashimiz kerak. Adashib Brainrot Battle'ni tanlab qo'ymang. Matchga kirganimizdan so'ng birinchi dastajeniyani aytilishi bo'yicha qayta tirilishning 10-darajasiga erishishimiz kerak. Buning uchun chap tomonda missiya uchun ko'rsatilgan haykallarni o'ldirib, yetarlicha summa yiqqanimizdan so'ng tepadagi yuksaltirish bo'limi orqali darajamizni oshirishimiz mumkin. Ikkinchi dastajeniyamizda esa Brainrot jangida mana shu haykallarni otish orqali jami 30 million oltin tanga yig'ishimiz kerak. Missiyada sizga kerak bo'ladigan haykallarni xuddi shunday belgilar orqali bemalol aniqlab olishingiz mumkin. Uchinchi dastajeniyamizda esa Brainrot jangida jami 15 ta qurolni maksimal darajaga yuksaltirishimiz zarur. Buning uchun chap tomon tepada ko'rsatilgan o'qotar qurollar bo'limi orqali yetarlicha mablag' yig'ilganidan so'ng qurolni darajasini oshirishimiz mumkin. Agar o'yin vaqtida ekraningiz xuddi shunday qizil bo'lib o'chib yonayotgan bo'lsa, bilingki baznangizdan kimdir haykal o'g'irlayotgan bo'ladi. O'g'rini to'xtatish uchun qancha masofa uzoqda bo'lsangiz ham tepadagi uyga kirish tugmasini bossangiz, shu zahoti uyingiz oldida paydo bo'lasiz va uni otib tashlab to'xtatishingiz mumkin bo'ladi. O'g'irlayotgan odamni farqlab olish qiyin emas, u haykalni ko'targan holatda atrofida xuddi shunday skavorotkalar aylanib turgan bo'ladi. Videoda tushunmagan joyingiz bo'lsa, izohlarda o'z savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin va PUBG Mobile'ga oid foydali videolar ko'proq chiqishi va ularni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.